2007-yil o'lgan pingvinga 2026-yil butun dunyo Instagramda siqilyapti. Sezib turganingizdek xalqaro muammolar ham menga o'tib ketdi. 2005-yil bitosidan menga videosini tashlab, hozir siqilib beryapti-da menga. Ha desam, dunyo qahramonidan ajralgan deydi. Ye? So'ysang 50 kilo go'sht chiqmaydi. Ana qahramonni, qanaqa qahramon, dunyo qanaqa shaklda bo'lish kerak u bizga qahramon bo'lib qolish uchun. Shuncha podshoh, sarkardalar o'lib ketgan, ismini bilmaydi hali yoshdan. Tek qo'ysangiz Kapitan Amerikan prezident deb o'ylaydi. Zami Человек-паук deb o'ylaydi. Lekin ashingiz, ha nimaga bu nimasi edi desam, bu hamma qilgan ish qilmagan deydi. Ashun uchun o'lib ketgan dedim. Yo deydi, zerikarli hayotdan shunisi yaxshi deydi. Sen pingvin bo'lib ko'rganmisan? Iminni ashaqqa billa ketsa daryoda oldiga. Hayoti zerikarli bo'lishini, yo'q qonni to'yar edi. Meni fikrimcha, o'lish zerikarlikda yashashdan ko'ra, mana yashasangiz har xil narsa qilib ko'rishingiz mumkin. O'lsangiz o'lasiz bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q bu. Nimasi qiziq bu?